Ana endi ushbu video orqali sizlar bilan profilni qanday qilib sozlashni ko'rib chiqamiz. Buning uchun kelajak mediklari mini ilovasiga kiramiz va bu yerda profilim bo'limi bor. Va mana shu profilim bo'limi ustiga bosadigan bo'lsak, biz hozircha to'liq ro'yxatdan o'tmaganimiz uchun Telegram foydalanuvchisi deya bizga murojaat qilmoqda. Yuqorida tahrirlash degan yozuv ustiga bosamiz va birinchi navbatda ism va familiyamizni kiritamiz. Hozircha bizga Telegram foydalanuvchisi deya murojaat qilyapti. Bu yerga ism familiyamizni kiritib chiqamiz. Masalan, men ism familiyamni kiritdim. Endi Telegram raqam. Tasdiqlangan Telegram raqami deyilganda mana shu Telegramim ro'yxatdan o'tgan nomer. Ya'ni mana shu Telegramim mana shu nomerga ochilgan. Endi ishlaydigan telefon raqamingiz deyapti. Ba'zan shunaqa holatlar bo'lishi mumkin sizda. Masalan, Telegram raqamingiz bilan telefon nomeringiz biroz farq qilishi mumkin. Masalan, ishlaydigan telefon raqamingiz boshqacha bo'lishi mumkin, qo'lingizda ayni vaqtda ishlatib turgan. Buni boshqa raqam kiritishingiz ham mumkin yoki bir xil bo'lsa, shunchaki o'rnida qoldirsangiz ham bo'ladi. Ana endi o'zimning yashash manzillarimni kiritaman. Bundan maqsad ushbu ilovadan siz kitob buyurtma beradigan bo'lsangiz yoki bo'lmasa reytinglarda to'liq shakllanish uchun sizning o'sha manzilingiz kiritilishi bu maqsadga muvofiq bo'ladi. Birinchi navbatda viloyat tanlayman. Demak, viloyat tanlash tugmasiga bosadigan bo'lsam, o'sha viloyatlarimiz va Toshkent shahri kelib chiqadi. O'zingizga mos bo'lgan, ya'ni o'zingizga mos emas, ya'ni o'zingiz ayni paytda yashab turgan viloyatingizni tanlaysiz. Masalan, Namangan viloyatini tanlasangiz, Namangan viloyatining tumanlari kelib chiqadi. Agarda Samarqand viloyatini tanlasangiz, Samarqand viloyatining tumanlari kelib chiqadi. Masalan, men Qashqadaryo viloyati tanladim va Dehqonobod tumani. Ana endi muassasa turi. Ya'ni siz ta'lim olayotgan ayni vaqtda, ya'ni siz maktabda o'qiyapsizmi, kollejda o'qiyapsizmi yoki maktab, kollejda ishlaysizmi yoki boshqacha bo'lishi mumkin. Masalan, maktab tugmasini bosadigan bo'lsam, ya'ni Dehqonobod tumanini tanlaganman va Dehqonobod tumanidagi maktablar ro'yxati bu yerda kelib chiqadi. Agar litsey kollejda o'qisangiz yoki ishlasangiz, litsey kollejni tanlaysiz va litsey kollejlarning ro'yxati kelib chiqadi. Boshqa, masalan, umuman bu ro'yxatda yo'q bo'lsa, masalan, boshqa tugmasini bosaman va bu yerda ta'lim markazi, masalan, men kelajak mediklari ta'lim markazida ishlayman. Ana endi kimsiz deyapti, ya'ni sizning rolingiz. Siz maktab o'quvchisimisiz yoki abituriyent, talaba, o'qituvchi. Shuni tanlashingiz kerak bo'ladi. Ya'ni maktabda ishlaysizmi, bo'lmasa maktabni tanlaysiz, keyin rolga o'qituvchi tanlaysiz yoki litsey, kollej bo'lsa ham xuddi shunaqa. Demak, men o'qituvchiman, ya'ni kelajak mediklar ta'lim loyihasida. Bu yerda talabalarga yana bir eslatma. Talabalar shunchaki boshqa tugmasini bosib, muassasasiga o'zi o'qib turgan universitetini kiritishi mumkin bo'ladi. Demak, men rolimni tanladim, barcha ma'lumotlarimni kiritdim. Ana endi bu yerga rasm ham yuklab qo'yishim mumkin. Masalan, shunchaki rasmni telefonimni galereyasiga yuklashim mumkin yoki telefonimni kamerasi orqali hozir rasmga tushib yuklab qo'yishim ham mumkin. Rasm yuklash bu ixtiyoriy, bu o'zingizga bog'liq bo'ladi. Demak, barcha profil ma'lumotlarimni kiritib oldim va saqlash tugmasini bosaman. Demak, menda profil ma'lumotlari to'liq shakllantirildi va mana shu holatda bo'ladi bizning profilimiz sozlamalari. E'tiboringiz uchun rahmat.